Biz tiklanish davridan o'tdik, endi taraqqiyot davriga kiryapmiz. Taraqqiyot davrida tafakkur qiladigan, o'qiydigan, kelajakni tasavvur qila oladigan darajada ma'naviy va ma'rifiy qudratga ega bo'lgan yoshlarga ehtiyojimiz bor. Va bu ehtiyoj albatta kitobxonlikni keng targ'ib qilish orqali amalga oshadi. Ulug' bir maqsad yo'lida birlashish bu natijani mevasi degan. Umr o'tar yelib qoling, yulib qoling, olib qoling, oqar suvdan xitob oling, bittagina kitob oling. Mamlakatimizda kitobxonlikni yanada ommalashtirish O'zbekistonni og'ir tiklanish davridan o'tib taraqqiyot davriga bosayotgan birinchi qadamlarini natijasi. Lekin afsus bilan bir narsani aytish kerak. Bugun agar arzon bozorga borsangiz, odam gavjum, to'y ma'rakaga borsangiz, odam gavjum, lekin kutubxonalarga kirsangiz, sanoqli inson darajasi bor. Bu muammoimiz emasmi? Bu juda katta illat. Va mana bugunga o'xshagan tadbirlar aynan shu illatlarga bir shifo sifatida qabul qilinishi kerak. Mana shunday buyuk maqsadlar yo'lida birlasha olsakkina biz xohlayotgan farovon va rivojlanayotgan O'zbekistonga ega bo'lamiz.